Assalomu alaykum, xush keldinglar. Bugungi videoni texmi ko'plagan Uyg'ur YouTuberlarniki chiqishini umid qilib hamda rag'batlantirish maqsadida bu videoni ishlayapman. Videomning temasi qanday qilganda YouTube'dan pul topqili bo'ladi. Oldi bilan o'ylashingiz mumkin, YouTube'ga video yo'llab pul topqili bo'lamdi deb. Buning javobi tamoman bo'ladi. Masalan, sizlar o'zinglar o'ylab beqinglar, shu nurg'ulg'an turkcha uzun 2 soatlik kinolar bor. Sizlar kino ko'rish jarayonida o'tirdi, to'xtamay e'lonlar chiqib turadi. Kinoniki ekranidami e'lonlar chiqadi, ostida va yon tarafda e'lonlar chiqadi. O'sha YouTube'dagi video ko'rish jarayonida yondagi e'lonlardan kiradigan kirim YouTube kanallarininki pul tepishningki bir xil turi. Hamda o'ylashinglar mumkin, qanchalik vaqtdan keyin pul tepishga boshlaydi bu YouTube kanali deganda bugun sizlarga dal shuni so'zlamoqchi. Unda bo'lsa, qonunga diqqat qiling. Qisqartib bilan muhim mazmunlarni so'zlay, anondan o'zimniki YouTube kanalidagi keyin tarafidagi sensiperlarni sizlarga ko'rsatish orqali YouTube'niki asli mana bundaqkan deganni sizlarga ko'rsatmoqchi. Shuni bilib qolsizkan, bilgandan keyin texmo ko'p YouTuberlar chiqsikan degan umidda aniq bo'lsa boshladim. Eng oldi bilan sizningki YouTube kanalingizdagi abonent soni 1000 bo'lishi kerak. Eng oz degan. Bu 1000 abonentni yig'ishda qancha vaqt ketadi deganda ba'zilarga bir necha kun ham ketishi mumkin agar beklam qaltis bo'lsangiz. Masalan, yaqinda bir Janal deydigan bir qizil chiqdi. Amerika Los Angelesda bir yerda yashaydigan mashinaning ichida yashaydigan Van Life deb. YouTube kanalida birinchi videosini chiqarib bo'liblam million ko'rilish qatim soni. Hamda hammalarda bunday qilib ketgan bo'lmaydi. Uyg'ur YouTuberlarning soni oz, ko'pchilik hammaydan bir-birimizni qo'llashimizga muhtoj. Hamda bu 1000 abonentni yig'ish uchun ba'zilarga shu uzun vaqtlar ketadi. Masalan, necha yillar ketishi mumkin. Masalan, menga nisbatan aytgan chog'da menga 4 oy vaqt ketdi. Shu Kanadaga kelish yo'llarini tanishtirish jarayoni, vizalarni tanishtirish, ko'chman bo'lishning siyosatlari, bir-birlab mushlarni ishlab, haftada birdan 2dan video ishlash jarayonida jami 4 oy vaqtdan keyin menga abonent bo'lganlarning soni 1000 bo'ldi. Shu munosabat bilan hammalarga rahmat aytmoqchi. Kanalimga a'zo bo'lganlarga rahmat. Har bir qatim ko'rib turib barmoq belgisi bosib qo'yganlarga rahmat. Odatda har bir qatim YouTube kanalida o'zinglar barmoq belgisi bosib qo'ysanglar yoki bo'lmasa shu videoning ostiga xat yozib qo'ysanglar, YouTube shirkati avtomatik holda boshqalarniki ko'rishiga tavsiya qiladi. Masalan, sizlar YouTube'ni ochgandan keyin bu yerda sizlar abonent bo'lmagan kanallarnikimi videolari chiqib turadi. Shunga o'xshash YouTube kanali YouTube şirketining o'zi tarafidan avtomatik holda shu barmoq besilgan qatim soni, ostiga yozilgan inkaslarning soni, boshqa shu video qiziqmamdi degan temalarda analiz qilib, statistika qilib, avtomatik holda boshqalarga ko'rishni tavsiya qilib turadi. Yana birisi, sizningki YouTube kanalingizda shu 1000 odam bo'lgandan keyin boshqalarning sizning YouTube kanalingizda videolaringizni ko'rishniki jami minut soni, ya'ni 4000 soatga to'shgan bo'lsa, ya'ni oldingi 12 oy mezgil ichida 4000 soat cho'ng son bu degan. Meniki hozir u darajaga bormadi. Endi 400-500 soatlar bo'ldimikin. Ya'ni turib o'zimniki YouTube kanalimniki keyin tarafidagi sensiperlarni ichib ko'rsatib qo'yay. Demakki, bu 1000 abonentni bir necha yilda uzluq kesimi mayli ish qilib, qancha vaqt bo'lsa mayli ish qilib 1000 abonent yig'a olsangiz bo'ladi. Andan keyin 4000 soat. Bu 4000 soat cho'qim siz shu oldingi 12 oyning ichidagi boshqalarning sizning YouTube kanalingizda ko'rgan minut sonini qarta bo'ladi. Shunlashqa bu intayin bir asta, lekin siz shu to'xtab qolmasangiz ham bu pallaga cho'qim yetalaysiz. Yetgandan keyin ham qanday bo'ladi desa, siz shu YouTube shirkatininki hamkorlashuvchisi bo'lishga iltimos sunsangiz bo'ladi. Ammo unda qanday qilish kerak desangiz, shu YouTube'niki siyosatlariga hammasiga qo'shilaman deyishingiz kerak. Qanday siyosatlar bor siz uchun o'qisangiz degan nurg'un chiqadi. Masalan, boshqalarniki videosiniki copyright, ya'ni huquqiga daxl qilsangiz bo'lmaydi, boshqalarniki naqshini ishlatishga bo'lmaydi degandek mazmunlar. YouTube'niki qoidalari bor, madax mazmunlarda qilsam bo'lmaydi, boshqalarniki videolarini o'g'irlasam bo'lmaydi degandek. Shuniki boshlarniki hammasiga shu cho'qim qo'lish YouTube shirkatiniki belgilamalariga hammasiga qo'shilishingiz kerak. Onundan boshqa Google AdSense deb bir nimdan akkauntim bir nechishingiz kerak. Bu Google AdSense mo'yli turib meniki videomniki keyin tarafidagi sensiperlarni ko'rgan chog'da o'zim ichib tushuntirib qo'yay. Asosligi shu ikki shart shu. Birisi 1000 abonentingiz bo'lishi kerak, yana birisi oldingi 12 oyning ichida
Başqalarınki sizningki videolaringizni ko'rgani jami 4000 soatdan oshiq bo'lishi kerak. Shularni shartlarni o'rinday olsangizlar, siz YouTube'niki bir hamkorlashuvchisi bo'la olasiz. YouTube shirkati avtomatik holda sizningki videolaringizning o'rtasiga, beshiga yoki oxiriga e'lonlarni qistiradi. Sizningki topgan pulingiz shu e'lonlarniki puli bo'ladi u chog'da. Shuningdek, YouTube'larda video ishlash orqali birsi boshqalarga o'zingizning bilganlarini o'rtoqlasha olasiz, yana birsi astirdan ozroq bo'lsin kirim qila olasiz. Endi bu qanchalik pul ketadi deganni o'tir hisoblansizlarga deb bersam, odatda har 1000 ko'rilish qatim soniga $2 ketadi. Uyg'urcha YouTube kanallarida undaq million ko'radigan undaq nimalarimiz yo'q dahi. 1 million qatim ko'rilgan bir videoga odatda $1000 $1500 da atrofida keladi ekan. Shu YouTube'dan o'zim izlanib baxtim boshlaniki YouTube'larni ishlaganlarni ko'rib baxtim. Ammo yana bir gap, siz pul tepishni nishon qilib YouTube'da video ishlasangiz, bak uzun vaqt ketadi u manzilga yetish uchun. Shuningdek, asosliq maqsadingiz o'zingizniki bilganlarni boshqalar bilan o'rtoqlashish bo'lsin. Uyg'ur degan bir odamni YouTube'ga, ya'ni ekran oldiga chiqib o'zingizning mavjudligingizni isbotlang bo'lib, hozirgidek vaziyatimizda o'zimizniki mavjudligimizni isbotlash va mavjudligimizni saqlab qolish bizga nisbatan intayin muhim. Shuningdek, kameradan qo'rqmang. Undaq bo'lsa hozir birlikda meningki shu YouTube kanalimniki kendiki sansiperlarni sizlarga ko'rsatib qo'yay. Shu jarayonda texnik tafsil bilalasizlar. Bu Your Channel degan yozsak o'zimniki kanalimda holat chiqadi. Yana meniki videolarim, hozirgi ishlagan videolar. Andan keyin shu nimamniki tunishtirilishi. Bu ustida mayada YouTube Studio Beta. Maya kirgandan keyin sansiperlarni mishadni ko'ramiz mana. Kimlar ko'radi, qancha % bo'ldi? Hozirgi meniki current subscribers, meniki abonent sonim 1110. Bularniki talabi shu 1000dan oshsam bo'ladi. Menga abonent bo'lgan har biringlarga ko'p rahmat. Qo'llab berganinglarga ko'p rahmat. Unda bo'lsa mayadan qarab baqsaq, ma dashboard bu eng oxirgi qatim chiqargan videoim ekan. Masalan, videos. O'zimniki videolarimniki qancha qatim ko'rilganligini chiqarman ekanligi, mayada qancha odam yoqtirib, qancha odam yoqtirmaganligi degandeklarimiz mushadni ko'rilib turadi. Navada meniki YouTube'im pul tepishga sharti to'shsa, bu public deganniki yon tarafida ma'lum o'xshash yeshil rangli belgisida mayada dollar belgisi chiqadi. Dollar belgisi chiqqandan keyin o'zingizniki qancha pul topdingiz, qancha texniklar bo'ladi degan shu analistikning ichidan ko'ra olasiz. Overview analistik hozircha mening estimated revenue mening topmoqchi bo'lgan pulim bunchalik hozircha 0 holatda. Real time activity har bir soatning ichida qancha odam ko'rib menyotadi deganni mushada ko'rsatib berib turadi mana. Ammo shuni texnik tafsillarga bilib boqmoqchi bo'lsak, see more texnikroq bilib boqaylik desak, mushadagi oldingi 60 minutning ichida qancha odamlar qaysilarni ko'rdi degandek. Shu videolarimning hammasi sansiperlarga aniq mushada chiqib turadi. Unda bo'lsa qancha odam ko'raldi, qaysi davlatlardan ko'raldi deganni ko'rmoqchi bo'lsak, audiensning ichiga kirib qarab boqaylik. Audiensning ichiga qarasak, mushada nima bor? Masalan, top countries niki hammasini ko'rib boqaylik. Meniki videolarimni eng ko'p ko'rdiganlar birinchisi Turkiyadagi kishilar, andan keyin Qozog'istondagilar ikkinchi bo'lib chiqib ko'rdi ekan, andan keyin Kanada, Qirg'iziston, hatto Amerikadagilar ko'rdi ekan, ko'rib boqqan qayerdagilar ko'rdi ekan. Kaliforniya shtati bilan Virginia shtatidagilar bikrek ko'rdi ekanda. Hamishada jami ko'rilgan qatim soni 51-41, o'tirchi ko'rilish minut soni muncha. Andan keyin watch time minutes, jami qancha minut ko'rdi degan mayada chiqib turadi ekan. Undan boshqa davlatlarga qarab baqsaq, Yaponiya, Netherlands, Gollandiya, Germaniya, Saudiya Arabiston, Malayziya, Finlandiya. Dunyoning hamma yerdan ko'rgan hammalarga rahmat, xush bo'ldim. Qo'llab berganlarga rahmat. Videolar qarab boqaylik. Videolarning har birisini ayrim-ayrim ko'rmoqchi bo'lsak, masalan,
illegal crossing country into Canada. Kanada chegarasidan qonunsiz atlab kirish deganni ko'rib boqaylik. Mushuni qancha odamlar jami watch minutes muncha minut, jami muncha qatim ko'rilgan debdi. Mushlarning ichidami masalan geography yani shu bayaqqa o'xshash qaysi davlatdagi odamlar ko'radigan davlatlarning tizimligi qancha yoshdagi odamlar ko'ribdi desa 24 yoshdan ostidagilar manchi persent egallaydi 25 dan 34 kuchliklar hamdan chiqqanda 8% shu bir tal videomni ko'rganlarniki shu qancha persent egallaydiganligini demoqchi. Subscription status, subscription source, device type uni ko'rib boqaylik. Mobile phone, telefondan ko'rdiganlar hammadan chiqqan. Lekin kompyuterda, TVda, tablet, ya'ni iPadlarda ko'rdiganlar shu persent hamdan bak shu bo'ladi telefonda ko'rdiganlar chiqqan. Ammo shu bir videoni qaysilar baharlabdi deganni ko'rmoqchi bo'lsam, sharing type WhatsAppning ichida 57 qatim baharlanibdi. Shu videoningki ulanmasini 8 qatim ko'chirilibdi. Facebookga 5 qatim, Twitterda 1 qatim, Messengerda 1 qatim, text message orqali qo'yayotgan birasiga do'stlik qo'yib qo'yganlarning ichidan birisi. Shu narsaning hammasini ko'rgili bo'ladi demoqchi. Bu videolarning typelari endi buni pul tepishni qayerdan qandoq boshlaymiz, qandoq qilamiz deganda ma'yaniki aslini ochsanglar other features deganning ichidan monetization ya'ni ma'un tanlaymiz. Monetization degani shu pul tepishga boshlanganligi. O'zimnikini ichib baqsam hozir account status monetization is not enabled. Tehi boshlanmadi deydi. Chunki nima deganda meningki nimalarimga tehi shart tushmadi. You can apply for monetization at any time. Endi review qilish uchun eng oz deganda 4000 soat ko'rilgan bo'lish kerak. Oldingi 1 yilning ichida, ya'ni 12 oyning ichida. Ananikin eng oz deganda shu 1000 subscribers, 1000 abon bo'lgandan keyin ananikin 4000 abon degan odatda qancha vaqtda yig'a olsangiz mayli, qancha vaqt kesib shart qo'ymaydi, lekin bu watch hours. Ya'ni sizningki YouTube kanalingizda kishilarningki turgan vaqt soni 4000 soatdan ortiq bo'lishi kerak oldingi 12 oyning ichida. Masalan 12 oyning ichida 2000 soat, 3000 soat deb qo'yib bu 12 oydan chiqib ketsa bo'lmaydi demoqchi. Shu 12 oldingi 12 oyning ichidagi ko'rilish shu minut soni 4000 soat. Meniki qanchalik soat bo'pti desanglarga qarab baqsaq, ya'ni analyticsni ochgandan keyin qarab baqsaq mishada hozirgi watch time minutes entire is 42100. Ammo shuni shu 60 minutga bo'lsanglar taxminan shu 5-600 soat bo'ldimki 4000 soatga bordiganga xeyli batix shu hammalarniki qo'llab quvvatlashinglarga muhtoj. Chiqroq ko'rib beringlar, do'stlaringlarga tavsiya qilib beringlar, mo'layga rahmat. Monetization yana bir ochaylik. Mishani ochgandan keyin uni ikki shartni o'rinlagandan keyin ham YouTube shirkatiga hamkorlashuvchi bo'lishga iltimos qilsangiz bo'ladi. Iltimos qilgandan keyin shu YouTube partnerga maniki terms yoki policylar bor. Ya'ni siyosatlari, belgilamalari YouTubening mandaq belgilamalariga cho'qim rioya qilmay deganga qo'shilaman degan nim qilsiz. AdSense account requested. AdSense account name Google'ning ichiga kirib, masalan, yerdan bir nim qilaylik. Sizlar ko'rsatay. Google'ning ichiga kirib, Google AdSense deb yazsak, aşağıdan bir account açsizlar, sizlarningki pul urmoqchi bo'lsa, shu vizavati shu yerdan nim bordi. Google AdSensening ichidan save time, mashinaning ichiga kiramiz hamda sign in. Bu yerdan sizlarning bo'lganlikin, yangicha bo'lganlikin tizimlasanglar bo'ladi. Tizimlatganchada o'zinglarningki YouTube kanaliningki ulanishini shu nimning ichiga kirgizsanglar bo'ladi, qaytadan ko'ray. Ya'ni get started deganni boshlasanglar. Get started bu URL of your site. Ya'ni o'zinglarningki YouTube kanalininki bu meniki kanalimning ichidagi YouTube channel deganni ochgandan keyin o'zingizniki kanalning beshi bu o'zinglarningki
select all, copy qilayli. Copy qilib Google AdSense'ning ichiga musha kirgizsizlar. O'zinglarniki kanal adresini musha kirgizgandan keyin, ulanishni kirgizgandan keyin o'zinglarniki email adresini tanlaysizlar. Andan keyin mushu Google AdSense guide emaillar bo'lsa topshirib olamsa deganda olaman deb qo'yinglar ki qanday yangi bir narsalar chiqyotdi ko'rgishtirsanglar shundan bilan save account o'sha qilib boshlasanlar bo'ladi. Meniki tizimtib bo'lgandan keyin biroqlam sign in qilib kiray. Sign in qilib kirgandan keyin o'zinglarniki home page'da o'zingizninki mushu estimated earnings qancha pul topa olasiz keyin shu topgan pullaringiz yoki shu taxminiy topmoqchi bo'lgan pulingiz deganlarni mishada chiqib berdi. Ya'ni tunugunki muncha pul topdingiz, oldingi 7 kunning ichida buni topdingiz, shu bir oyning ichida buni bunchalik topdingiz deb. Endi bu pullar jami qo'shilib $100 ga borgan chog'da andan keyin bir oyda bir qatim. Masalan, bir oyning ichida topgan pulingiz bu YouTube'dan kirgan kirim ko'rilish qatim soni az bo'lsa, mo'chandan, punchandan degandek yig'ib bakab bir oyning ichida masalan $5-10 topgan bo'lsangiz, u bir oyning ichida bu yerda bir oyda bir qatim maosh urdi, topgan pulingizni urib berdi, lekin shu $100 ga to'shmasa, shu necha oy ichida yo bir yil ichida pulim to'shib, musha yig'ilib bir oylik yig'ilib $100 ga borgan chog'da, andan keyin shu oy to'shgandan keyingi oylik pulini urib berdigan chog'da andan keyin aql bo'ladi bu topgan pulni. Adsni o'zingiz mushada qandaq adlarni masalan Google placed ads for you. Shu avtomatik holda e'lonlarni o'zingizniki shu YouTube kanalidagi videolarniki mazmuniga asosan o'zi avtomatik e'lon chiqarib berdi. Custom channel. Custom channel deganda sizniki ish qilib mushtachih bir narsa bor. Buniki payments qanday bo'ladi desanglar, mishada o'zinglarniki turishliq adresi, hozirgi your earnings mening topgan pulim hozircha 0. Shu $100 bo'lgan chog'da qanday how to get paid mishani $100 to'shgan chog'da menga o'zingizniki bank uchurini misha kirgizsiz. Qanday kirgizsiz ularni ko'rmoqchi bo'lsangiz, maslahatingizniki ichiga qarab baqsangiz, o'zingizning boshqa uchurlarimi bor. Ya'ni o'zingizniki telefon nomeri, payment ID account sizniki ID nomeringiz mishada bor. Anaki nickname o'zgarsangiz bo'ladi. Paid monthly cash is 100 threshold degan shu az deganim shu 100 ga to'shsa, ananki $100 ga to'shsa, ananki sizga pul urib beradi. O'zingizniki akkauntiga munosabatli uchurlarimiz mushada, ham uchurlar mushada bor. Google AdSense. Ya'ni YouTube'ninki siyosiy shu nimalarga qo'shilgan bo'lishingiz kerak. Google AdSense'ning ichidan bir account ochgan bo'lishingiz kerak. Andan keyin monetization preference set. Shu monetization o'zingizniki shu pulni qanday topadiganligingizni shu monetization preference odatda shu boyagi YouTube'ning ichidagi aşağıdan ko'rib turg'ili bo'ladi. Voy, ma besha ketib qoldi. Ma YouTube Studio Beta'ni qayta ochaylik. Ochgandan keyin analyticsning ichiga kiramiz. O'zingizniki hamma nimasini mishada ko'rib tura olasiz. Ko'p ko'rilgan videolar qatorida miyada chiqib turadi. Undan boshqa shu dashboard birinchi betini ochsangizlar, oldingi 28 kunning ichida kimlar sizningki kanalingizga abunent bo'la oladi deganlarni mishada ko'rsatib berib turadi. Ya'ni bular qanday desanglar, shu o'ziningki abunentini boshqalar ko'ra oladigan qilib, boshqalarni ham sizga ko'rsatib berdi. Anankin ideas for you. Bu statistikaga asosan mala sizga bir fikr takliflarni berib turdi. Mushlarning ichida qanday ideyalar sizga ko'p mos keladi, qanday qilib o'zingizniki watch time minutesni yuqori ko'tara olasiz degandek. Analyticsni yana qayta ochaylik. Bu yerdagi barliq kanalning analytics'i shunchalik, bu ko'rilgan qatimsan davomli tekshirib turdig'ini shu. Qancha % o'sibdi deb ba'zida meniki videolarim tushib turadi, chiqib turadi, o'sib to'ng tushib otamdi degan masalan ko'rilish qatim soni qanday boshqalar yoqtirdimi, yoqtirmadimi degan shu analytiklar orqali o'zingiz ko'ra olasiz, bilib turasiz demakchi. Ham ko'rgancha odamlar revenue demo har bir videoningki qancha pul topa oladiganligi, qancha odam ko'rayotganligi, qancha mishada pul soni chiqib turadi. Mening texnik shartlarim bo'lmaganiga hozircha shu 0 holatda
qachon deganda shu dedim-ku, shu videolarni ochgandan keyin bu public deganning yanında yana bir yeşil ranglik dollar belgisi chiqqan chog'da andan keyin rasmiy pul tepishga boshlagan bo'ladi o'zingizga YouTube kanali. Hozircha so'zlaydiganim mushunchalik. Qani musha qachon bir yeşil ranglik dollar belgisi chiqqan chog'da sizlar bilan yana bir videoda ko'rishay. O'shamsa Xudoyim omonat. My channel. Thanks for everyone. Bye. Demek ishlar shundoq. YouTube'da pul topqili tamamen bo'ladi. Cho'qim to'xtab qolmaylam, davomli tirishsangiz shu pallaga yetalaysiz. Bizning Uyg'urlarning nopusimi jiq, chet eldagi Uyg'urlarning nopusimi xeli ko'p. Kim biladi, bir kunlarda vatanimiz ozod bo'lib qolsa, million ko'rilishga timsoni shu darajaga yetib berib, vaqt kelgan chog'da meni topamabdi deb o'ylab qolmanglar. Baldir boshlagan yaxshi. Anda bo'lsa ishlaringlar o'shiq bo'lsin. YouTube'da ko'rishaylik. YouTuber bo'lishni boshlanglar. Agar o'zinglarni ko'rsatishni xohlamasanglarmi, faqat ovoz orqali ham video ishlasanglar bo'ladi. Qandaqlar bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingiz nimani bilsangiz shu to'g'riliq video ishlang. Buning jiq bir narsami ketmaydi. Qo'lingizga telefon, shu kifoya. Ish qilib suratga olib bo'ladigan bir narsa bo'lsa, shundan boshlang. Nimangiz bor bo'lsa, shundan boshlasangiz bo'ladi. YouTube'dagi boshqa kanallarga ko'rib baxtim, chet elliklarniki ba'zi kanallari masalan, tomoq yetishni o'rgatadigan kanallarmi bor. Hatto oilada hech qanday xizmati yo'q, faqat bola boqadigan ayolnikimi YouTube'da videolar bor. Ko'rishga timsonim shundoq chiq, u bolani qanday beqish, bola beqish jarayonida bo'lgan ishlar, bola og'rib qolsa qanday bo'ladi degandek mazmunlardan tortib, undan boshqa shu odamlar o'ziniki mashinasida yashaydiganlar o'ziniki van life deb intayin qiziq bir tema. Undan boshqa yog'ochchi, qurishchi degandeklar bor ekan, o'ziniki qo'shiq yasagan bo'lamdi, bir narsalarni yasagan bo'lamdi artistlarniki. Shundoq videolarmi bor. Hatto jimjit bir eg'iz ovoz gap chiqarmay turibmi 15-20 minutlik videolarni ishlay oladigan. Masalan, bir kimlarningki shu tog'larga chiqib camping deb qo'ymiz endi dalada yotgan qopqonlarini, sayohatlarini, shundoq nurg'un mazmunda. Ham bizniki biz Uyg'ur YouTuberlar bek az shunashqa mushu videoni ishlash orqali texnik ko'p Uyg'urlarningki YouTube'ga chiqishini umid qilib bu videoni ishlayapman. O'zingizniki mavjudligingizni isbotlang, Uyg'ur bo'lganligini YouTube'ga chiqqan deganim bu hamda bu sizni siyosiy qatnashing degan gapmi emas. Agar uni qo'rsangizmi hech bo'lmaganda chiqib o'zingizga boshqa qanday bilganligi bir narsangizni ko'pchilikdan o'rtoqlashsangiz bo'ladi. Kim biladi uzun qolmaylam YouTube'ningki ham qarashchi bo'lishga slaydingiz to'shamdi taxi. Omad tilayman. Omon bo'linglar. Obun bo'linglar. Kelayki videoda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.